aslmedia.net taqdim etadi. Hoy, boshingni ko'tar. Ahmoq, boshingni ko'tar dedim. Enid. Enid. Bu yerda nima qilyapsan? Burchakda yana bir shisha suv bor. Uni ol va ket. Savollarimga javob bermaysanmi? Yo'q. Iskandariyada nima bo'ldi? Biz g'alati ovozni eshitdik. Bu otishma ovozi edi. Enid. Nima bo'lgan bo'lsa, doim shunday bo'ladi va bu davom etadi. Odamlar halok bo'ldi. Poda devorlardan o'tib ketdimi? Qaysi poda? Yuruvchilar. Ular karyerdan erta chiqib ketishdi. Biz ularni olib ketayotgan edik, lekin bu ovoz bu nima edi? Bu odamlar edi. Ketishing kerak. Xotinim Maggie. Yaxshimi? Enid. Maggie yaxshimi deyapman. Menga javob ber, Enid. 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 Hey! Enid!
Morgan, Xayrli tong. biz gaplashmadik hali. Biz qilishimiz kerak. Birozdan keyin, maylimi? Xo'p. Bu yerda bu bo'lishi shart emas. Tushunarlimi? Tushunarli. Bu ular kelgan yo'nalish edi. Agar u signal yuborsa, u yerda bo'ladi. Yoki bunday bo'lmaydi. Biz u yerga borganimizda bu hech qachon oson yoki hech qachon oddiy bo'lmaydi. Bu hech qachon oson bo'lmaydi. Lekin biz qiyinroq ishlardan qaytdik. Uzoqdan. Glenn, Derry, Ibrohim va Sasha, ular ham shunday qilishadi. Balki biz ularni qaytishini kutmagandirmiz. Biz piyodalarni qanday uzoqlashtirishni o'ylab topishimiz kerak. Bizda ozgina ovqat va suv bor va devorlar ushlab turibdi. Vaqtimizdan unumli foydalanishimiz kerak. Haqiqatdan ham buni yaxshilab o'ylab ko'r. Ular to'g'ridan to'g'ri kirishlar uchun bu yerni ochib qo'y. O'tgan kuni Juditni uyda ko'rdim. U och qolmoqda. U Loriga o'xshab qolish uchun och qolmoqda. Meni xursand qildi. Men ham. pariuzs.com saytida ro'yxatdan o'ting va birinchi depozitingiz uchun 1 million so'mgacha ega bo'ling. Dada, Qo'l qurollari siz uchun biroz yaxshiroq bo'ladi. Jurnal nashri, slaydni chiqarish, bosh barmoq xavfsiz. bu oson, to'g'rimi dada? Ha. Xavotirlanma. Bu kamera, uni ko'r. Kimdir sizning oldingizga kelyapti. Uning quroli bor. You're gonna be scared? Sen bajarchi.
Sizning tanangiz taranglashadi, o'ylashga vaqtingiz bo'lmaydi. Siz shunchaki miltiqni oldingizda uni otishni xohladingiz. Lekin siz kutasiz va siz o'lasiz. Siz buni anglab yetishingiz kerak. Siz o'z lahzangizni kutish uchun yetarlicha kuchli bo'lishingiz kerak. Uni menga ber. Oy sen, otishga tayyor bo'lmaguningcha barmog'ingni tepkiga qo'yma, tushundingmi? Uni o'zingga qoldir. Birovni olib yurish nima ekanligini his et. Otish mumkinmi? Piyodalarni otishim ham mumkinmi? Ular qanday qilib bu yerga kelishadi? Devorlar kuchli, lekin atrofimizda ular son sanoqsiz. Biz ularni hammasini bir nuqtaga to'plamoqchi emasmiz. Shahar markazida nishonga olish amaliyoti haqida nima deyish mumkin? U holda tovush har tomonga tarqaladi-ku. Masalan, susturkalar yoki shunga o'xshash narsalarni ishlatishimiz mumkin-ku. Lekin aytmoqchimanki, biz hozir Eltisni isrof qilmoqchi emasmiz, shundaymi? Ha. Faqat ko'proq o'rganishni xohlaysan. Sen uddalaysan. Hey, kechirasan. Men buni qilgandim. Biroz jo'xorini istaysanmi? Rahmat, men yaxshiman. Sen eshik oldiga kelayotgan eding. Qo'lingni ko'rib qo'yaymi? Yo'q, men bu yerga kelganim yo'q. Men yaxshiman. Biror muammo bo'lsa menga aytishing mumkin. Morgan. Hozir gaplashsak bo'ladimi? Aha. Nima bo'lyapti o'zi? Men bu yerga qaytganimda men RV bilan piyodani kesib tashlamoqchi bo'ldim. Piyodalarni uzoqroqqa yetakla. Ammo peshonasida W harfi bo'lgan 5 kishi meni to'xtatdi. Ular meni o'ldirmoqchi bo'lishdi. Ervini otib tashlashdi. Endi va Carol seni ko'rganini ayt. Bu odamlarni o'ldirmasliging uchun. Sen ulardan birortasini qo'yib yubordingmi? Ha, qildim. Men 5 kishini o'ldirishni xohlamadim. O'ldirishim shart emasdi. Odamlarni tiriklayin kuydirishdi. Ha. King Coun'da nega meni o'ldirmading, Rik? Bo'g'zingga pichoq tiradim. Seni pichoqladim. Xo'sh, nega meni o'ldirmading? Kasalxonadan keyin seni qutqarganim uchunmi? Chunki men seni O'sha kimligingni yerda men bilardim. senga qarashim bilanoq seni o'ldirgan bo'lardim. Va men harakat qildim. Lekin sen menga yashashga ruxsat berding. Keyin men Xorun va Darylga yordam berish uchun u yerda edim. Qara, agar men u yerda bo'lmaganimda, agar ular o'lgan bo'lsa, balkim o'sha bo'rilar bu yerga qaytib kela olmagan bo'lardi. Men endi nima to'g'ri ekanligini bilmayman. Chunki men o'sha odamlarni o'ldirmoqchiman. Men ular nima qilishni davom ettirishlarini ko'rdim. Men buni tugatishim mumkinligini bilardim. Lekin men odamlar o'zgarishi mumkinligini ham bilaman. Chunki bu yerda o'tirganlarning hammasi bor. Hammaning hayoti qimmatli.
Shuning uchun bu fikr meni o'zgartirdi. Bu meni qaytarib olib keldi va yashashimni davom ettirdi. Men hammasini endi tushundim. Bu oson emas. Men aytmadim. Bilaman. Va men bu fikrdan qaytish haqida o'yladim. Lekin men xohlamayman. Senga kerak bo'lishi mumkin. Hamma narsa to'rtta so'z kabi oddiy emas. Men ular hech qachon bo'lgan deb o'ylamayman. Men bu yerga tegishli emasman deb o'ylaysanmi? Buni hozir sen qo'lingga qon tushmasdan ham qila olaman deb o'ylayapsanmi? Men bilmayman. Agar biz qandaydir tarzda devorlardan tashqariga chiqa olsak, mashinalarimizga qayta olsak, ularni jalb qilish uchun foydalanishimiz mumkin. Ko'proq kuzatuv nuqtalarini o'rnatamiz. To'pponcha va o'q otish jarayonini muvofiqlashtir. Shunda biz ularni tortib olamiz. Biz barcha odamlarimizni bunga jalb qilishimiz kerak. Karl, Tara, Rosita, Kerol. Boshqalarchi? Xo'sh kel, buni hozircha o'zimiz hal qilaylik. Rostdanmi? Qara, agar odamlarni olib kelishga vaqtimiz bo'lsa albatta, lekin nafas olishga ham imkonimiz bo'lmaydi. Rostdanmi? Biz bu yerda birgamiz. Biz hozir nafas olamiz. Boshqa har qanday narsa shunchaki bahona. pariuzs.com saytida ro'yxatdan o'ting va birinchi depozitingiz uchun 1 million so'mgacha ega bo'ling. Diana, Rik, bu nima? bumi? Kengaytirish rejalari. Hozir bizda bir nechta muammolar bor. Bilaman. Bu Aleksandriya bundan keyin nima bo'lishi mumkinligi uchun, balki bundan keyin bundan ham yaxshiroq bo'lar. Endi pichoq ulanganda uni darhol orqaga silkitasiz. Qotib qolasiz. Qotib qolgan. Daraxtni kesgan bolta kabi. Pichoqni suyakka kiritish tashqariga chiqarib olishdan osonroq. Nima qilishimiz kerak? Macheteni yara bo'ylab pastga tortasan. Bu suyuqlik harakati. Yaxshi, sen buni xuddi suyak orqali osonlashtirasan. Hammasi joyidami? Hoy. Men qurol ishlatishni endi o'rganyapman. Bu yerda katta pichoq ushlab turadigan odamman. Atrofimda yalangoyoq odamlar bor. Bu to'g'ri. Shunday ekan, qurolni ol. Nimadan qo'rqyapsan? O'lish oddiy. Hammasi to'xtaydi. Sen o'lgansan. Atrofingdagi odamlar barchasi o'lmoqda. Bu juda ham qiyin vaziyat. Tushunyapsanmi? Chunki sen ular yo'qligini va sen hali ham shu yerda ekanligingni bilib yashayapsan. Buni tushunyapsanmi? Sen qo'rqishing kerak bo'lgan narsa ularni bu yerda ushlab turish uchun qo'lingdan kelganini qilmasligingni bilib yashash. Xo'sh, boshlaymizmi? Shovqinlar seni qo'rqityaptimi? Ruxsat bersang darsini davom ettirsam. Pari Match Juventusning rasmiy hamkori. Ular o'ynashadi. Siz g'alaba qozonasiz. Keling, buni qaytadan sinab ko'ramiz.
Seni uyga olib ketaman. Men seni tanimayman. Nega menga suv berding? Menda bor edi. Senga kerak edi, bu bizni do'stlashtirmaydi. Biz do'st emasmiz. Men buni Meggi uchun qilyapman. Seni xotiningmi? U seni tashlab ketmaydi. U seni yolg'iz qoldirishimni xohlamaydi. Shunday qilib biz ketamiz. Men xotining bilan ham do'st emasman. Men bu suhbatni eshitib o'tirmayman. Seni bu yerda tashlab ketmayman. Biz hozir ketamiz. Yo'q. Qurolni menga ber, Enid. Ortingga o'girilib ketaver. Sen tepkini bosmaysan. Yaqinlashsang bosaman. Qo'yib yubor. Ahmoq. Menga qurol o'qitalding, men ahmoqmanmi? Qani ketdik. Orqa tomondan, xiyobondan pastga. Biz yo'ldan ketyapmiz. Bizga ko'rinadigan narsa kerak. Nega? Chunki podaning yarmi uzilib uy tomon yo'l olishdi. O'ylaymanki, sen bunga loyiqsan. Yo'l ko'rsat. Senga yordam berishim mumkin. Bilasanmi? O'ylaymanki, biz bu himoyani mustahkam qilamiz. Nima? Xotining uni o'ldirishimni xohlamagan deb o'ylaysanmi? Biz ularni chalg'itish uchun foydalanamiz. O'sha yerda geli tanki bor. Ko'proq sharlar, ko'proq ip. O'zbekcha filmlar va seriallar makoni aslmedia.net. Biz buni davom ettirar ekanmiz. Bu hech narsani anglatmaydi. Bilasanmi, biz seni birinchi marta ko'rganimizda odamlaringdan qo'rqqandik. Bilaman. Sen meni qo'rqitding. Bu soqoling bilan. Atrofga qaraganingda biz ko'rmagan narsalarni ko'rgandek, burchak-burchakda yashirinib yurgandeksan. Ma'lum bo'lishicha, sen bo'lgansan. Bu yerda ishlar juda ham sekin kechdi. Keyin narsalar shunchaki ochilib ketdi.
Juda tez. Lekin bizdan voz kechma. Uyda kim bilan qolding? Bu mening uyim emas. Men Oliviyaning o'rnida yashardim. Lekin men yolg'iz edim. Yurganlar tomonidan yetim qolgan. Men ham. Ehtimol. Bu shunchaki sodir bo'ladigan narsa. Tushundim, sen qo'rqasan. Men qo'rqmayman. Ha, shundaysan. Sen yana hech narsani yo'qotishni xohlamaysan. Shuning uchun sen taslim bo'lasan. Va bu shunday bo'ladi deysan. Menga ma'ruza kerak emas. Ha, sen bilasan. Davom etish orqali o'liklarni hurmat qilasan. Hatto qo'rqqaningda ham. Sen yashaysan, chunki ular erisha olmaydi. Seningcha ota-onang qo'rqqaning uchun seni qo'l silkitishingni xohlashganmidi? Gaplashishimiz shart emas. Gaplashishimiz shart emas. Ahmoq. pariuzs.com saytida ro'yxatdan o'ting va birinchi depozitingiz uchun 1 million so'mgacha ega bo'ling. Voy xudoyim. To'xta. To'xta dedim. Nima qilmoqchisan? Dunyo o'lishga harakat qilmoqda. Biz shunchaki ruxsat berishimiz kerak. Yo'q. Adashyapsan. Biz dunyoning o'lishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Men seni o'lishingga yo'l qo'ymayman. Ishonchim komil, xotining seni kechiradi. Endi u uchun emas. Qara. Devorlar hali ham baland. Uylar hali ham baland. Qolganini bilib olamiz. Xo'pmi? Bu nimasi? Spencer! Hey Spencer, qaytib kel. Dara. Spencer, Spencer, hoziroq bu yerga qayt. Spencer, harakat qil. Spencer, harakatlanishda davom et. Yevgeniy,
Megi va Rasita o'z postlaridan qurollarini Nega? ochsin. Shunchaki bajargin. Tara, men qanday qilib? Shunchaki qil. Qani kel, Spencer. Bo'la qol. Qo'lingni ber. Tara, sen bu odamlar uchun deyarli bir marta o'lgansan. Nima? Nimalar qilding, ahmoq? To'g'on va poyafzal yo'qolgan ahmoq. U nima dedi? Nima bo'lgandi? Men yordam berishga harakat qilardim. Men mashinaga o'tirib, ularni tortib olmoqchi edim. Sen ilgari bunday cho'qqiga chiqqanmisan? Yordam bermoqchimisan? Biz seni qutqarish uchun kelishimizga majbur qilmagin. Meni eshitgan bo'larmiding? Hozir hammasi yaxshimi? Yaxshilanadi. Hammasi yaxshi. Ushbu film aslmedia.net studiyasida dublyaj qilindi. Eng so'nggi filmlarni faqat bizda tomosha qilasiz. Chet varaqlari. Ha. Sizlarga unchalik ishonmasa kerak. Menda ishonch bor. Xo'sh, kerak, to'g'rimi? Senga kerak emas. Sen ham kerak. Xo'sh, bu safar nega kelganingni aytasanmi? Kommunal xizmatlar antibiotiklar bilan qanchalik ta'minlangan? Hammasi joyida. Men yarani bog'lashim kerak, lekin u infeksiyalangan yoki yo'qligini bilmayman. Agar kerak bo'lmasa, men dori-darmonlarni isrof qilishim kerak emas. Kasallik, isitma, issiqlik, yiring, og'riq, qizarish. Bu nima ekanligini ayt. Ishish. Kel, qo'lingni ko'rib qo'y-chi. Bugun ertalab kelganim yo'q, chunki men seni biror narsaga aralashtirmoqchi emas edim. Bu sir. Bu mening yaram emas. Salom. Salom. Spencer bilan bo'lgan voqeadan keyin kuzatuv nuqtalari bo'yicha yordam so'rashadi. Bajara olasanmi? Ha, muammo yo'q. Yana biror bir yordamim kerak emas. Yo'q, men u yerda bo'lishni xohlayman. Even with all them outside? Sen hamma narsani ko'rishing mumkin, hatto ichkarini ham. Bularni qulflab qo'yishga ruxsat ber. Men bir soniyada chiqaman. Kira qil.
Carol? Carol? Nima Sam? Sam? Agar u bilan yashay olmasang nima bo'ladi? Men senga aytdim, bu seni yeydi. Bu yerga tusha olasanmi? Seni zo'rg'a eshityapman. Kelgan odamlar ular yirtqich hayvonlarmi? Otam yuruvchilarga aylandimi? Nima? Agar sen odamlarni o'ldirsang, yirtqich hayvonlardan biriga aylanasanmi? O'lishing seni yirtqich hayvonga aylanishingga xalaqit beradi. Bu uchun rahmat. Albatta, muammo yo'q, bera qol. Yaxshi. Xayr. Bu kamerada kim bor? Pariuzs.com saytida ro'yxatdan o'ting va birinchi depozitingiz uchun 1 million so'mgacha ega bo'ling. Hoy, Denisni ko'rdingmi? Yo'q. Men darhol qaytaman. Hey. Qara, bundan oldin afsusdaman. Men shunchaki ahmoq. Men shunchaki u uchun qilgan ishingni nazarda tutdim. Bunga hojat yo'q edi. Bilaman. Sen o'lishing mumkin edi. Ha, men ham shu haqida o'ylab turgandim. Lekin shunday qildim. Shuning uchun shunday qildingmi? Sen bu haqda o'yladingmi? Yo'q, u bizda shunday ishlaydi. Biz bir-birimizga yopishib qolganmiz, shundaymi? Rik, o'g'limni qutqarding. Rahmat. Rahmat, Tara. Unga ham rahmat aytdim. Endi men senga rahmat aytaman. Spencer qilgan ish ahmoqona edi. Men bahslashmoqchi emasman. Hech bo'lmaganda u harakat qildi. Gap unda emas. Men sinab ko'rishim mumkin edi. Imkoniyati bor edi. Bu qanday? Piyodalar uning oldiga borishayotganda bo'shliq paydo bo'ldi. Men sakrab tushishim, yugurishim, undan chiqib ketishim mumkin edi. Men mashinaga o'tirib yo'lovchilarni olib ketishim ham mumkin edi. Men buni qila olardim va Spencer o'lgan bo'lardi. Lekin sen buni qilmading. Nega? Men uni qutqarishga yordam berdim. Chunki u sening o'g'ling. Noto'g'ri javob. Bu Glen.